Dasturimiz davom etadi. Bugungi kunda Yosh kitobxon loyihasi doirasida minglab kitobxonlarning bilimlari sinovdan o'tkazilmoqda. Termiz shahrida mazkur tanlovning hududiy bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Prezidentimizning 2026-yil 15-yanvardagi kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o'rtasida kitob o'qishga qiziqishni oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq mamlakatimizda kitob mutolaasi madaniyatini keng targ'ib qilish, yangi nashr va tarjimalarni ko'paytirish, yoshlar o'rtasida kitobga qiziqishni oshirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Mazkur qaror ijrosi doirasida joriy yilning 10-15 fevral kunlari Surxondaryo viloyati shahar va tumanlarida 37 ming nafardan ortiq yoshlar ishtirokida yosh kitobxon tanlovining hududiy bosqichlari o'tkazildi. Aytish lozimki, yosh kitobxon o'quvchi yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni kitobga oshno etish yo'lidagi ma'rifiy tanlovga aylanib ulgurdi. Adib Sobir Termiziy nomidagi Surxondaryo viloyati kutubxona markazida bo'lib o'tgan tadbirda tanlovning hududiy bosqichlarida g'olib bo'lgan jami 150 nafar, ya'ni voha shahar tumanlarining har biridan eng bilimdon 10 nafardan yoshlar qatnashdi. Taqdirlash marosimida ishtirok etgan Surxondaryo viloyati hokimligi mas'ullari, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi mutasaddilari, ta'lim sohasi vakillari 10-14 va 15-19 yosh toifasida g'olib bo'lgan yoshlarni tabriklab, ularga faxriyorlik va kitoblar to'plamini topshirishdi. Shundan so'ng 150 ming dona kitob ortilgan karvon hududlar sari yo'l oldi. Prezidentimiz tomonidan kitobxonlikka keng imkoniyatlar yaratilyapti. Yoshlarimizni kitobga, ilmga, ma'rifatga bo'lgan qiziqishini oshirish bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Barcha umumta'lim maktablarida kitobxonlarimiz saralanib, viloyatda taqdirlash marosimiga yo'lga oldi. Ya'ni bunda har bir hududdan 10 nafar kitobxonlarimiz bugun taqdirlash marosimida ishtirok etyapti. G'olib kitobxonlar bugun kitoblar karvoni orqali o'zini maktabiga 1000 tadan kitob sovg'a qiladi. Ya'ni har bir hududdan kelgan 10 nafar g'olib kitobxonimizga 10 mingta kitoblar maktablarga yetib boradi. 15-19 yosh toifasida o'tkazilgan tanlovda birinchi o'rinni qo'lga kiritishga muyassar bo'ldim va aynan shuning uchun prezidentimiz tomonidan maktabimizga 1000 dona kitob sovg'a qilindi. Albatta bu biz uchun katta sharaf, chunki maktabimizga u kitoblar boradi. Bizning tengdoshlarimiz, ukalarimiz, singillarimiz havas qilgan holatda bizga ergashib, kitoblarni o'qib, albatta kelajakda yetuk inson bo'lib yetishga umid qilamiz. Tadbirda qayd etilganidek, vohada kitobxonlik harakatini izchil davom ettirish maqsadida joriy yil mart oyida barcha tashkilot, idora va korxonalarda faoliyat yuritayotgan davlat xizmatchilari o'rtasida ham kitobxonlik tanlovi o'tkaziladi. G'olibga avtomobil topshirilishi rejalashtirilgan. Bu sa'y-harakatlar yoshlarni yanada ma'rifatli, bilimli, sog'lom tafakkur sohibi etib tarbiyalashda muhim qadam hisoblanadi.